Shayton hiylalari haqida ko'p gapiramiz, lekin shaytonni eng aksar ko'p holatlarda insonlarni tavbadan, ibodatdan, itoatdan to'sadigan eng katta hiylasi bu insonlarni umidsizlikka tushirishlik. Umidsizlik, hattoki ba'zan ota-onalardan eshitib qolasiz. Bizdan bo'lmaydi, bizni naslimizdan chiqmagan unaqa olimlar, ulamolar deb qo'yishadi. Umidsizlik bu yomon narsa azizlar. Bu shaytonni tuzoqlaridan eng yomoni. Alloh Qur'onda tamoman teskarisini aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan bandalar deydi. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'an. Alloh gunohlarni barchasini, qarang, istisnosiz barchasini kechiruvchi zotdir. Innalloha g'afurur rahim. Albatta Alloh kechirimli va rahimli, marhamatli zotdir. Modomiki tanamizda jonimiz bor ekan, halqumimizga hali jonimiz taqalmagan ekan, qiyomat hali qoyim bo'lmagan ekan, qanaqa gunoh bo'lishidan qat'iy nazar Alloh birgina sizni tavba qilishligingiz bilan bu gunohlarni barchasini kechirib yuborishligini va'dasini berdi. Shundoq ekan, hoziroq tavba qiling, hozirroq bel bog'lang, hoziroq qilayotgan ishingizdan tiyiling, Alloh taraf qadam bosing.